Qibraydan bugun Oybek aka kelibdilar, xudo xolasa ancha yillik mijozimiz. Mana shu 300 talik titanni xarid qildilar. Unga qo'shib 4 talik avtomatik garelkalarni berdik. 6 talik ko'plik qiladi, shuning uchun 4 talik berdik. Unga qo'shib turib, davleniya puskatil, kerakli narsalarni barchasini xarid qildilar. Ancha yildan beri birga hamkorlik qiladilar. Agar sizlarga Qibray tumanida santexnik ishlari kerak bo'lsa, Oybek akamga murojaat qilaverasizlar. Oybek aka mana necha yildan beri hamkorlik qilib kelyapmiz. Ishlarimiz qalay chiqyapti kat yo'q. Ishlarga gap yo'q. Men nima shuning uchun har doim o'zingizlarga kelib, o'zingizlardan olib ketaman shuning uchun. Ishonganim uchun sizlardan olib ketaman. Kat yo'llarni isitishi, keyin mana hammom suvlarini isitib beradigan mana shu titanlar qalay ishlayapti aka? Ularga gap yo'q. Aytaman, yo'q, unaqa narsa, hech narsa yo'q. Hammasi zo'r. Xudo xolasa olib borib qo'yib olsiz, sizni ham yuzingiz yorug', bizniki ham yorug'. To'ppa-to'g'ri. Shuning uchun utechka yo'q, siz ham xursand bo'lib bitta ishingizni bitirib chiqib ketasiz. Shuning uchun meni o'zim ham ishongan nimamga kelaman-da. Boshqa joyga kelmasdan to'g'ri o'zingizlarga kelaman shuning uchun har doim. Agar mana aytib o'taman, Qibray tumanida ustalar kerak bo'ladigan bo'lsa, nomeringizni aytib o'ting, sizga aloqaga chiqishadi. 97lik 721 41 98. Asosan siz svarkadasiz. Eski kat yo'llarni kesib olib tashlash kerak bo'ladigan bo'lsa, o'rniga yangisini qo'yish kerak bo'lsa, bemalol Oybek akamga murojaat qilaverasiz. Bemalol. Salomat bo'linglar.